Nevroz holatlarini hal qilishda, nevroz holatlarini yengishda 5 xil tip inson juda ham ko'p qiynaladi. Bular kimlar? Eslatib o'taman, bu video nevroz holatidagi insonlar uchun mo'ljallangan. Agar sizda nevroz holatlari bo'lmasa, bu video sizga hech qanaqa foyda keltirmaydi va foyda bermaydi deb hisoblayman. Assalomu alaykum. Nevroz holatlarida 5 xil tip inson juda ham ko'p qiynaladi. Ulardan birinchisi bu o'z ustida ishlamaydigan insonlar. Ya'ni o'z qo'rquvlari bilan, o'z vahimalari bilan, o'z dunyoqarashlari bilan, o'z xarakter muammolari bilan, o'zini yomon xayol oqimlari bilan umuman ishlamaydigan, ya'ni bitta til bilan aytganda o'z ustida ishlamaydigan insonlar. Mana bu insonlar juda ham ko'p nevroz holatida qiynaladi. Bu insonlarning fikri bo'yicha o'z nevroziga bu insonlarning hech qanaqa aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Ya'ni men o'zim ustimda ishlashim shart emas. Nevroz holatlari shundoq ham bartaraf bo'lib ketishi kerak. Va men o'zim ustimda ishlashga hojat yo'q. Men hammasini to'g'ri qilaman. Meni yoshim katta. Yo'q, men dunyoda ko'p narsani ko'rganman, ko'p narsani bilaman. Yo'q, qaysidir vaziyatlarni zo'r hal qilaman. Men ko'p narsani bilaman. Men hammasini to'g'ri qilaman. Menda nevroz holatlarda o'zim ustimda ishlashimni keragi yo'q. Mana bu tipli insonlar nevroz holatida juda ham ko'p qiynaladi va nevroz holatlari bu tipli insonlarda juda ham ko'p oy, hatto juda ham ko'p yil davom etishi mumkin. Ikkinchi tipli inson juda ham qaysar insonlarda. Qaysarlik juda ham baland insonlarda. Ya'ni qaysidir ma'lumotlarga amal qilmaydi, qaysidir to'g'ri maslahatlarga ham amal qilmaydi, juda ham ichki qaysar bo'lgan insonlar. Mana bu tipli insonlarda ham nevroz holatlari uzoq vaqt, uzoq yil davomida davom etishi mumkin. Chunki bu inson ichki qaysarligi uchun, juda ham baland qaysarligi uchun o'zi bilmagan holda o'zini nevrozini hal qiladigan jarayonni ham qabul qilmaydi, qaytarib yuboradi. Chunki unda ichki qaysarlik juda ham baland bo'ladi. Mana bu tipli insonlar ham nevroz holatlari uzoq oy va uzoq yil davom etishi mumkin. Uchinchi tipli inson bu o'z nevrozidan qochib yashaydi. O'z qo'rquvlaridan qochadi. O'z yomon xayollaridan qochib yashaydi. O'zini hozirgi qo'rquvlarini yoki xayollar bo'ladimi, yoki boshqa holat bo'ladimi, faqat shu jarayondan qochib yashaydi. U bilan yuzlashishga va uni o'rganishga bel bog'lamaydi, ya'ni harakat qilmaydi. Faqat nevroz holatidan qochib yashaydigan insonlar. Mana bu tipli insonlarda ham uzoq oy va uzoq yil davomida nevroz holatlari davom etishi mumkin. Nimaga? Chunki nevrozdan qochish nevrozni yechimi hisoblanmaydi. Nevrozdan qochib yashash nevrozni hal qiluvchi omil emas. Mana shuni hisobiga, ya'ni o'z nevrozidan qochib yashaydigan insonlarda ham nevroz holatlari uzoq oy va uzoq yil davom etishi mumkin. To'rtinchi tip bu bilim o'rganadi. Bilim o'rganadi, bu yaxshi, albatta. Mutaxassislar bilan ham ishlaydi. Bu juda ham mировой standart, tilni eshitsak ham bo'ladi. Mutaxassislarimiz bilan ishlaydi. Mutaxassis bilimini oladi, lekin unga amal qilmaydi. Ya'ni bu insonlarning fikrlash doirasida men nevroz haqida bilimim bor, tushuncham bor, bo'ldi, shu yetadi deb o'ylaydi. Aslida bu yetarli emas. Ana o'sha bilimga amal qilish bilan bu vaziyat o'zgarishni boshlaydi. Tushuntira oldimmi? Biza qanchalik ko'p mutaxassisdan bilim o'rganganimiz bilan, lekin unga amal qilmasak, bu bilim xuddi yo'qdek turadi bizda. U bilimni o'rgandik nima, o'rganmadik nima? Chunki u xatti-harakatga bog'lanmaydi u bilim. U faqat bizda yopiq, nima deydi? Bir yopiq sandiqda turgandek turadi. U bilim xuddi yo'qdek turadi biz uchun. Ko'p nevroz holatidagi insonlar men ko'p narsani bilsam bo'ldi, yo'q. Aslida o'sha o'rgangan bilimimizga amal qilish bilan o'zgarishni boshlaydi. Bilim o'rganib amal qilmasak, u bilim yo'qdek hisoblanib turadi biz uchun. Mana shu tipdagi insonlar ham nevroz holatlari uzoq oy va uzoq yil davom etishi mumkin. Chunki amal qilish bilan bog'lanmaydi bu bilim. Bu bilimga amal qilmaydi. Beshinchi tipli inson bu faqat internetdagi ma'lumotlarni haq deb o'ylaydigan insonlar. Ya'ni
ustoz mutaxassislarimiz bor, to'g'rimi? Masalan, mendan ham oldin chiqqan ustoz mutaxassislarimiz bor. Mana shu videolarni ko'radi, mana shu videolarga amal qilib, aytganimdek shu bilimlarga amal qilsa, bu insonda o'zgarish jarayoni boshlanadi. Lekin bu inson yana o'sha internetdagi qaysidir ma'lumotlarga, qaysidir internetdagi bo'lar bo'lmas dorilarga, qaysidir bir biznes saytlarga kirib, ana o'sha biznes saytlarni o'zi bilmagan holda bir qurboniga aylanadi. Ya'ni u yerda ilmiy yo'nalish emas, ilmiy yo'nalishga bog'liq bo'lmagan gaplar juda ham ko'p va insonni juda ham ko'p qo'rqitadigan informatsiyalar bor. Mana shularga ishonib, haqiqiy mutaxassis gapini pastga tushirib, mana shu biznes saytlarni o'zi uchun avtoritet hisoblaydi. Ya'ni faqat o'sha internetdagi ma'lumotlarni to'g'ri deb o'ylaydigan inson. Mana bu tipli inson ham juda ham o'z nevroz holatida qiynaladi va yengishda juda ham ko'p to'siqlarga duch keladi. Chunki mutaxassislarimiz bilan u internet saytidagi ma'lumot umuman boshqacha. Nimaga? Chunki mutaxassis har doim ilmiy yo'nalish tanlaydi. Internetda ilmiy yo'nalish tanlanmaydi. U yerda juda ham har xil informatsiyalar yozilishi mumkin. U yerda biznes saytlar bor. Biz o'sha saytga kirib, o'qib, qaysidir bir qo'rqituv orqasidan qaysidir bir reklama degan narsani xarid qilishimiz uchun ochilgan bu saytlar aslida. Lekin biz uni tushunmaganimiz uchun mutaxassisni fikrini pastga tushirib, internetdagi ma'lumotlarni yuqorilab qo'yamiz. Va o'rtada u internetdagi saytlarda biz hech qanaqa tuzalish yoki o'zgarish jarayonini ko'rmaymiz va mutaxassislarning ham fikriga ikkilanamiz. Mana bu yerda inson juda ham qiyin holatga kelib qoladi. Nimaga? Chunki u internetdan davo qidiradi bu inson. Internetdagi saytlarni avtoritet o'rnida ko'radi. Ya'ni juda ham to'g'ri deb o'ylaydi. Aslida u to'g'riligiga hech kim javob bermaydi va garantiya ham bermaydi. Internetda juda ham noto'g'ri bo'lgan informatsiyalar juda ham kam emas, juda ham ko'p. Mana shu faqat internetdagi ma'lumotlar yoki internetdagi o'sha qaysidir bir saytlarni to'g'ri deb, mutaxassisni noto'g'ri deb o'ylaydigan tipli insonlarda ham nevroz holatlari uzoq oy va uzoq yil davom etishi mumkin bo'ladi. Sog' salomatlik tilayman.